Kalamushdagi burgalar o'zi bilan Ipak yo'li orqali Osiyodan Yevropaga qora o'lat kasalligini olib keladi. Genuyalik savdogarlar Tana koloniyasiga yetib kelgan kasallikni tezda O'rta Yer dengizi orqali tarqatadi. 1347-yilda o'lat Konstantinopolga yetib kelgan bo'lsa, 1 yil o'tib qora ajal Fransiya, Shimoliy Afrika va Italiyada yoyiladi. Aholining teng yarmini abadiy hayotga kuzatib qo'yadi. Shu yilning o'zida Angliya ham o'lat bilan uchrashadi. Kasallik Yevropaning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohalariga ulkan ta'sir ko'rsatadi. G'arbda Rim imperiyasi qulagach, ijtimoiy iyerarxiyaning eng yuqorisida qirol, o'rtada feodallar va eng pastda dehqonlar turishi tizimlashtirilgan edi. Yer egasi hisoblanmish qirol yerlarni feodallarga taqdim etadi. Feodallar esa harbiy xizmatni bo'yniga oladi hamda qiroldan tuhfa etilgan yerlarni dehqonlarga ijaraga topshiradi. Dehqonlar ma'lum muddat feodallar uchun bepul ishlab berishadi va soliqlar to'laydi. Dala yerlariga biriktirib qo'yilgan dehqonlar feodallar ruxsatsiz biror joyga keta olmaydi. Dehqon qo'li bilan yaratilgan boyliklar yer egalari tomonidan o'zlashtiriladi. Qora ajal kelgandan keyin mehnat kuchida yetishmovchilik boshlanadi. Dehqonlar soliqlar va yig'imlar, jarimalar va hattoki bepul ishlab berish kabi majburiyatlar bekor qilinishini talab qila boshlaydi. Bunday holatni ko'rgan hukumat darhol ishchilar to'g'risidagi statutni qabul qilib, ish haqlarini qora ajal kelishidan avvalgi miqdorlarga tenglashtirib qo'yadi. Bundan tashqari ishchi kuchi yetishmas ekan, bir feodal ikkinchi feodalning ishchilarini o'ziga jalb qilishga o'tadi. Buning ham oldini olish uchun xo'jayinning roziligisiz ketib qoladigan ishchilar qamoqqa olinishi belgilab qo'yiladi. Biroq qora ajal sababli boshlanib ketgan o'zgarishlarni to'xtatishga endi kech. 1831-yilda Wat Tyler boshchiligida qo'zg'olon ko'tarilib, Londonning katta qismi bosib olinadi. Qo'zg'olon bostirilishi va Tyler ham o'ldirilishiga qaramasdan boshqaruvchi qatlam endi dehqonlarga avvalgidek munosabatda bo'la olmaydi. Ishchilar to'g'risidagi statut ortiq amal qilmaydi. Soliqlar qisqarib boradi. Bu esa dehqonlarda pullar to'planishiga olib keladi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, qora ajal Yevropaning barcha burchaklariga yetib boradi. O'lat Sharqiy Yevropada ham xuddi shunday oqibatlarga olib keladi. Aholi soni qisqargan, ishchi kuchi ozaygan, tiriklar esa ko'proq erkinlik talab qilgan. Biroq bu yerdagi jarayonlar boshqacha burilish hosil qiladi. Angliyada dehqonlar statutga qarshi turishga o'zlarida kuch topgandi. Ammo Sharqiy Yevropaning shaharlari hali kichik va rivojlanmaganligi sababli bu yerlardagi dehqonlarda unaqa inglizcha muqobil tanlov yo'q edi. Ya'ni qishloqlarni tark etib shaharlarga ketib qolishning iloji yo'q. Iloji bo'lsa-da, u yerlarda qora qozonni qaynatish qiyin. Buning o'rniga G'arbiy Yevropada non va boshqa oziq-ovqatga talab oshganligi sababli Sharqiy Yevropaning feodallari G'arbning talabini qoniqtirish maqsadida yerlarini yanada kengaytirishga kirishadi. Bu esa dehqonlarning huquqlari kuchayishiga emas, boridan ham mahrum bo'lishiga olib kelishi mumkinligini anglatardi. Ana shunday qilib Sharqiy Yevropa tarixiy burilish qilib yerga biriktirilgan dehqonchilikning ikkinchi darajasiga yoki yanada vahshiyroq ko'rinishiga o'tadi. 2 asr davomida dehqonlar turli mamlakatlarda 1 kundan 3 kungacha bepul ishlab berishga o'tadi. Qishloqlarning 90% aholisi mazkur tizimning hujayrasiga aylanadi. Shunday qilib kechagina bir xil ahvolda bo'lgan 2 hudud 17-asrga kelib umuman farqlanib ketadi. G'arbda dehqonlar bozor iqtisodiyotining markaziga aylansa, Sharqda shunaqa qatlam G'arbning talabini qoniqtirish uchun tunu kun ishlaydigan mehnatkashlarga aylanadi. Angliyadagi fuqarolar urushi va shonli inqilobni o'z ichiga olgan Angliya inqilobi ham ingliz iqtisodiyotidagi ulkan siljishlarni sodir etadi. Umuman kanalimga o'tsangiz, Britaniya imperiyasi haqida alohida video bor, uni albatta ko'rib chiqing. Shonli inqilob qirol va vazirlarning hokimiyatini cheklab, iqtisodiy institutlarni yaratish bo'yicha vakolatlarni parlamentga olib beradi. Demak, shonli inqilobdan keyin mulk huquqi himoyaga olinadi. Shu jumladan g'oyalar mulki ham patentlar orqali.
G'oyangiz himoyalangan ekan, endi nima qilasiz? Innovatsiyalar yaratishga kirishasiz. Innovatsiyalar o'zingiz bilganingizdek sanoat inqilobiga olib keladi. Istalgan vaqt, istalgan soliqni o'ylab topishga chek qo'yiladi. Har bir fuqaro qonun bilan himoyalanadi. Monopoliyalar bartaraf etiladi. Yuqorida aytganimizdek, patentlashtirish sanoat inqilobini rag'batlantiradi. Olimlar dunyoni o'rganishga intiladi. Lekin patent ham, boshqasi ham unchalik yordam bermasdi agar nima bo'lmaganda, to'g'ri, bozor iqtisodiyoti shakllanmaganda. Ya'ni odamlar biror bir kashfiyot qilsalar, endi undan tijorat yo'lida foydalansalar bo'ladi. Inklyuziv bozor iqtisodiyotida mehnat faoliyatingizni iste'dodingizga ko'ra tanlashingiz mumkin. Bilimli va professionalga aylangan ishchilar soni Angliyada dunyoning har qanday mamlakati bilan solishtirganda ko'proq edi. Bilimdonlar va profillar ko'p ekan, ular ishga kirganda yangicha texnologiyalardan osongina foydalana olishadi. James Watt, Richard Trevithick, Richard Arkwright, Isambard Kingdom Brunel. Bunaqa kashfiyotchilar mualliflik huquqlari himoyalanganligiga ishonchi komil ekan, yangiliklar ochib daromad topa olishadi. Hurmatli otam, qarshiliklarga qaramasdan men nihoyat parlament orqali yaratgan olovli mashinam uchun mulk huquqini kelgusi 25 yilga o'zim va avlodim uchun qo'lga kiritdim. Umid qilamanki, bundan ulkan foyda ko'ramiz. Talab bor. James Watt. Tahlil. Ulkan foyda. Demak, koloniyalardagi talab kashfiyot qilishga motivatsiya yaratgan. Parlament orqali qo'lga kiritdim. Bu degani parlament tadbirkorlar va kashfiyotchilar murojaatlariga befarq bo'lmagan. Demak, Angliyadagi inklyuziv siyosiy institutlar inklyuziv iqtisodiy institutlarni yaratgan. Inklyuziv institutlar nimaligini avvalgi mavzularda tushuntirib o'tganman. Playlistga o'tib, mamlakatlar tanazzuli nomli seriyamizning birinchi mavzusidan boshlab ko'rib chiqishingiz mumkin. Angliya, Ispaniya, Fransiya uchalasi ham boshida bir xil edi. Uchala mamlakatni ham absolyut monarxlar boshqarar edi. Ular doim ichki vakillik organlari bilan tortishib talashib kelishgan. Angliya parlament bilan, Ispaniya korteslar bilan, fransuzlar esa general shtatlar bilan. Albatta, ularning siyosiy boshqaruvida farqlar ham bo'lgan. Angliya parlamenti va Ispaniya korteslari soliqlarni o'zlari belgilagan bo'lsalar, Fransiyaning general shtatlarida bunaqa vakolat yo'q edi. Bu vakolat qirolniki. Lekin qarang, Ispaniya monarxlari uchun soliq vakolatlari qiziqish uyg'otmagan. Sababi yangi dunyoni kashf etgach, imperiya u yerdan olib kelinadigan oltin va kumushdan ulkan boylik to'playdi. Mayda-chuyda soliq-poliqlar ularga qiziqmas. Angliyada esa teskarisi. Bunaqa moliyaviy bemalolchilik Yelizavetada yo'q edi. Soliqni ko'tarish kerak bo'lsa, u parlamentga murojaat qilishga majbur. Parlament evaziga esa monopoliyalar taqdim etishdagi qirolichaning vakolatini cheklash bilan mashg'ul. Kelajakda parlament ushbu kurashda g'olib chiqsa, korteslar mag'lub bo'ladi. Ispaniyaning tashqi savdosi Ispaniya qirolining o'zi tomonidan monopolizatsiyaga uchraydi. Shunday ekan, yangi dunyoni mustamlaka qilgan Angliya toji savdoni monopoliya qila olmaydi. Badavlat va ta'sirga ega ingliz savdogarlari va kompaniyalar paydo bo'ladi. Ammo Fransiya va Ispaniyada esa aksincha, savdo boshqaruvi qirollar qo'lida qoladi. Albatta, fransuzlar ham inglizlarga o'xshab bunaqa tartibga qarshi qo'zg'olonlar qilgan. Ammo gap shunda ediki, fransuzlarda, shu jumladan ispaniyalik fuqarolarda ham qirolga qarshi chiqish uchun yetarlicha mablag'lar yo'q. Angliyada esa yuqorida aytganimdek, monopoliya yo'qligi sababli savdogarlar oz emas, ko'p emas, ma'lum boylikni to'plashga ulgurgan edi. Shunday qilib, bir qarashdan kichik bo'lgan bunday farqlar kelajakda Yevropa mo'jizasiga olib kelib, Yevropaning o'zida buyuk farqlanish yoki ajralish fenomeni yuz beradi. Bu xuddi geometriyaga o'xshaydi. Boshlang'ich nuqta santimetrlarga farq qilsa-da, masofa uzoqlashgan sari, bizning vaziyatda vaqt uzoqlashgan sari chiziqlar oralig'idagi farqlar metrlarda o'lchanishi mumkin. Sharqiy Yevropada o'sha farq yanada katta. Rech Pospolitada, Polsha deylik, shlyachta nomini olgan elita hokimiyatni boshqargan. Polshada qirolning hokimiyati cheksiz bo'lmagan, u saylangan.
Biroq shlyachtaning hokimiyati esa absolyut bo'lgan. Ular esa dehqonlarni huquqlaridan mahrum qilib, hattoki u yerdan bu yerga erkin ko'chib o'tishini ham cheklab qo'yishgan. Yanada sharqqa qarab siljisak, Rossiyada Pyotr Buyuk undan-da kuchliroq cheksiz monarxiyani qurayotgan edi. Yevropada absolyutizm timsoliga aylanib ulgurgan fransiyalik Ludovik 14 cheksiz hokimiyat borasida Pyotr Buyukning oldida yosh boladek ko'rinardi. Albatta biror qabila yoki jamiyatda shakllangan institutlar, tartib va qoidalar boshdan-bosh farq qilishi aniq. O'ylamang, Angliyada qanaqadir juda aqlli insonlar yig'ilib qolgan ekanda deb. Yo'q, buning hammasi tarixiy burilishlar, sabablar va siyosiy kuchlar taqdir taqozosi bilan qandaydir qarorlarni qabul qilganliklari bilan bog'liq. Ushbu qarorlar boshqalari bilan solishtirilganda keyinchalik ancha samaraliroq bo'lib chiqadi. Axir qaysidir mamlakatning qarori hammanikidan baribir zo'rroq bo'lish kerak edi-ku. Ana shu narsa Angliyada sodir bo'ladi. Mana misol uchun Amerika o'z dollarini butun dunyoga yagona valyuta qilib biriktirib qo'ydi. Xo'sh, nega shu narsani Angliya qila olmadi? Turli xil jarayonlar va sabablar bir vaqtda kerakli joyda, kerakli soatlarda sodir bo'lganligi uchun. Javob: Birinchi va Ikkinchi jahon urushlari. Angliya charchab qolgan, Amerika esa pullarni urush vaqtida bizga berib turing, eson-omon saqlab turamiz degandi. Yaxshi, bu mavzuga chuqur kirmayman. Sababi kanalimda oltin va dollar haqida alohida videolarim bor. O'sha yerda bu mavzuni rosa chuqur yoritib berganman. Xo'p, keling yana boshqa misol. Ispaniya monarxi Filip II yengilmas armadani Britaniya orollariga urushga jo'natadi. Inglizlar qanaqadir qudratli flotga hali ega emas. Biroq ispanlarning tanlagan noto'g'ri jang strategiyasi va ob-havo noqulayligi sababli o'z davrining eng qudratli floti suvga g'arq bo'ladi. Agar o'shanda birinchi navbatda ob-havo xalal bermaganda, ob-havoning noqulay kelganligi tufayli va strategiya ham to'g'ri tanlanganda edi, Angliya Ispaniyaga tobe bo'lib, kelajakdagi shonli inqilobi-yu sanoat inqiloblari ham amalga oshmasdi. Ko'rdingizmi? Oddiy javoblar yo'q. Quyonning uyasi biz o'ylagandan-da ancha chuqur ekan. Paragraf 961. Sog' salomat bo'ling.